Uyg'urlarning muhit asrash an'analari. Mərhum tilshunos və tarixçi Emin Tursun əpəndi hovlilari üzüm baranlıq, bağları meyve-çevrələr bilan to'lgan, atrofida har xil gullar echilgan, hovli ichi teshib pokiz supurilib, suvlar sepilgan bo'lsa, bu cho'qim Uyg'urning uyi deb qaraydi. Navbatda muhit bulg'unishidan xoli bo'lgan, yeshillikqa purkangan pokiz makon qurish barliq insonlarning o'rtaq orzusiga aylandi. Hammalarga ma'lumki, bizning ota-bobolarimiz qadimdan tortibla o'ziga ehtiyojli bo'lgan, manfaat bergan shaylarning hammasini asrab va qadrlab kelgan. Bo'libmi, nurg'unlagan tabiat omillarini angliq yoki angsiz holda o'zlarining baxt nishoni qilib, ulug'lab kelgan va shu asosda bir qadar mukammal bo'lgan muhit engini shakllantirgan. Muhit, e'tiqod va bilish tushunchalarining turtkisida ajdodlarimiz eng avval tabiatning qarovuli, hayotlikning sepili bo'lgan o'simliklarni o'zlarining eng cho'ng asrash nishoni qilib kelgan. Bizda yurt ko'karsa el ko'karar. Beg'i barning teg'i bor. Beg'i yo'q dehqon yaxshi dehqon emas. Ko'chatlarni sundursa quli tutmas bo'lib qoldi deganga o'xshash o'simlik, dal-daraxtlarni asrashga doir maqol tamsil va parhezlik qarashlar xeyli keng tarqalgan. Uyg'urlarda eriq chapqanda terak, tugman chapqanda so'gat qo'yish, o'yning oldiga g'o'yla, keyniga bog' ahyo qilish, qo'rosning oldi va ustini tol, kava, qapoq, hashqi pichak bilan ko'rkamlashtirish odatlari umumlashgan. Uyg'urlar ko'chat tikkanda yolg'iz o'zini foydalanishni va uning mevasini yeyish-yemaslikni o'ylab o'ltirmaydi. Balki o'tgan kechganlar soyidisun, bahar olsun deb eriq o'stan, yo'l bo'ylari xolis ko'chat tikib odatlangan. Ajdodlarimiz naga makonlashmoqchi bo'lsa, avval shu yerning o'pchorisiga ko'chat tikkan. Alayda zaruriyat bo'lmaganda o'sayotgan daraxtni kesmagan, sundurmagan, hayvonlarga g'ajilat quzmagan. Shu sababdan Uyg'ur vatanining xilma-xil o'simlik, meva-cheva makoniga aylanib qolganligi ajablanarli ish emas. Shundaqla Uyg'urlar daraxt tikib cho'lni bo'ston qilishda o'rnak yaratgan millat. Ajdodlarimiz yana xohlagan yerga cho'ng-kichik tarat qilish, öy va ommaviy so'rinlarda tukirishni, mishqirishlarni axloqsizlik, tamoq vaqtida eg'izini echib tush ko'rish, choch tarash va boshqa qilmishlarni adabsizlik deb qaraydi. Ota-bobolarimiz orasida yana yo'l pokiz bo'lmasa, uy pokiz bo'lmaydi degan ko'z qarash bo'lg'achqa, ular yo'ldagi axlatlarni yo'tkib etishga, yo'ldagi tosh, tikan, shox-shumbu qatorliqlarni elib etishga odatlangan. Uyga kirishdan burun oyog'ining tigini surtish, oyog'ini silib etish, kepish ya'ni sapma kesh kiyishga odatlangan. Kundalik turmush axlatlarini kishilarning nazari tushadigan yerlarga do'ylab qo'yishni numus deb bilgan. Uyg'urlar yana suvga axlat, yundularni to'ks yomon bo'ldi degan qarash bo'yicha oqadigan ham odamlar ichadigan suvda kir va boshqa narsalarni yuvmaydi va kir suvlarini uningga to'kmaydi. Eriq o'stan, buloq beshi va ko'l bo'ylarida suvga chochirtib tahorat qilmaydi. Suv barcha maxluqotning tashnoligini qondirdi. Suv bulg'ansa tuproqmi va tuproqdagi ziroatlarmi bulg'undu degan aqida javharlar orqali farzandlarga suvning pokizligini saqlash, suvni tejash va suvni bulg'amaslik haqida tarbiya qilib kelgan. Uyg'urlar yana pokizlikni nihoyat muhim bilgan xalq bo'lish sifati bilan dunyo tarixida eng burun Avraz yo'li bilan keraksiz suvlarni bartaraf qilgan millatlarning biri. Ajdodlarimiz yana yerni qadrlash haqida odam ulug', yer oltin qo'zuq degandek esil qarashlarni qoldirgan. Ota-bobolarimiz zimin demak, vatan demakdir. Biz dastlab turgan bu zaminga bizdan ilgirkilarning qon tari singan. Yerlar bulg'ansa, dehqonlar gadoylashidi. Dehqon namratlashsa, barcha hayotlik zaiflashidi. Zaminning beshiga kelgan har qanday qismat bizning beshimizga keldi. Shundaqla uningda bizdan keyingilarning haqqi bor. Kimki ana tuproqni qadrlamaydigan, ko'zga ilmaydigan, oxirgi hisobda o'zi xorliqda qoldi. Shunga tuproqni qo'g'dishimiz ham gullantirishimiz lozim deb qarab kelgan, ham amaliy harakatidimi shunday qilgan. Uyg'urlar qadimda bir qism hayvonlarni alohida muhim bilgan. Ularning ba'zi e'tiqod tushunchalari hayvonlar bilan bog'lanishli bo'lg'achqa, ularda shu xil hayvonlarni qo'g'dash, asrab qilish odati tadrijiy shakllangan. Lekin Uyg'urlarning ba'zi e'tiqod tushunchalarida har qanday tirik jonliqni behuda qiynasa yoki o'ldirsa, uning qisosi keldi, uvolib qoldi deydigan qarashma mavjud. Shu sababdan mayl iste'mol qilish, mayl iqtisodga ega bo'lish yoki boshqa ehtiyojlar yuzasidan bo'lsin,
hayvonlarni xohlagancha tutishga va ko'p miqdorda ovlashga va yoki o'zlari ishlatgan hayvonni och qo'yishga, urib qiynashga odatlanmagan. Ajdodlarimiz uyda qarlig'ach o'salsa, bu barakatning, saodatning bishorati deb qarab, qarlig'achni tutmaslik, mushuk va mushukyapuloq choshqon tutganlik uchun uni o'ldirmaslik, tundukni tutsa qo'l titraydigan bo'lib qoldi. Höpöpni tutsa qo'li puraydigan bo'lib qoldi. Qushlarning tuxumini o'g'irlasa, chiqib etsa, yuziga sapkun tushib qoldi deganga o'xshash parhezli qarashlarni shakllantirgan. Hamda bu orqali bolalarni kichikidan boshlab qushlar va boshqa hayvonlarni asrash engi bilan qurollantirib kelgan. Darvaqa bir mushuk yiliga 2000 dan ortiq choshqanni yeb, 2 tonnadan ko'proq oshliqni saqlab qoldi. Bir mushukyapuloq bo'lsa, yiliga 1500 dan ortiq choshqanni yo'qotdi. Qarlig'ach, mozaybishi, mitaqurt qatorliqlarni yo'qotdi. Yana bir qarlig'ach yiliga 10 mingdan ortiq mitaqurt va mozaybishini yeb etalaydi. Sunduk va höpüplar chirpashka, pasha, yer yo'lvisi qatorliqlarni yo'qotib, dehqonchilik ziroatlarining usulining ishishiga foydali rollarni o'ynaydi. Qushlarning tuxumini ziyonga uchratish bo'lsa, ularning naslini uzib qo'yish yoki quritish bilan barobar. Qisqasi, Uyg'urlar odamlar bilan hayvonlar o'rtasida azaldan zich bog'lanish mavjud. Hayvonlarga kelgan har qanday ofat va xavf insonlarga keldi. Navoda hayvonlar o'lib tugisa, insonlarning ma'naviyati yeganlik tufaylidan cho'l tarab qoldi deb qarab, hayvonlarni asirgan. Ajdodlarimizning uzoq yillik tarixiy taraqqiyotlar jarayonida muhit asrash jihati shakllantirgan yuqorqida ko'z qarash va odatlarining ba'zilariga istiqiylik, hattoki xurafiy qarashlar singib ketgan bo'lsa-mu, ajdodlarimizning muhit asrash engi bugungi kunda o'rnak qilishga va faxrlanishimizga arziydi. Bir millatning muhit engi shu millatning butkul madaniyati bilan munosabatlik bo'lgandek, bir shaxsning xarakterimi shu kishining yashash muhiti bilan zich munosabatlik bo'ldi. Bugungi kunda dunyoning har qaysi joylarida ko'chkunda yashayotgan Uyg'urlar o'zlari barpo qilgan moddiy va ma'naviy muhitlar orqali Uyg'urlarning qanday bir millat ekanligini atrofidagi boshqa millatlarga to'ntib yashab kelmoqda. Buning ichida xuddi vatandagi o'xshash o'yli aramlari gulchichak, anjur anarga to'lgan, o'zining moddiy va ma'naviy imkonlaridan foydalanib Uyg'ur xalqining milliy mavjudlik muhitini yaxshilash uchun xushpuroq chechib yashayotganlarmi? O'zi taraqqiy qilgan g'arb ellarda yashasimi, ma'naviy dunyosida Xitoy muhitida yashayotgan Uyg'urlarmi bor?